Siz anchadan beri farzandli bo'lishni orzu qilasiz, ammo homiladorlik yuzaga kelmayaptimi? Buning sababi ayollarda ko'p uchraydigan kasallik bo'lishi mumkinligini bilarmidingiz? Buning sababi ayollarimiz orasida hozirgi kunda ko'p uchraydigan kasallik. U kasallik sekin-astalik bilan rivojlanadi. Bu endometrioz kasalligi. Endometrioz kasalligi bachadon naylarini jarohatlaydi. Buning oqibatida tuxum hujayra bilan urug' hujayra uchrashmaydi va natijada homiladorlik yuzaga kelmas mumkin. Ikkinchi sababi endometriyni jarohatlaydi. Endometrioz kasalligi oqibatida endometridagi o'zgarishlar natijasida urug'langan tuxum hujayra, ya'ni embrion bachadonga kelib birikmasligi mumkin. Va uchinchi sababi endometrioz kasalligi folikulalarni ham jarohatlaydi. Ya'ni folikula yorilgan taqdirda bu folikulalar puch bo'lishi mumkin. Endometrioz kasalligining belgilari hayz paytidagi qorinni pastidagi og'riqlar, hayz oldi va hayzdan keyin jigarrang ajralmalarning kelishi aloqa paytidagi og'riqlar hisoblanadi. Agar sizda ham bunday belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, albatta ginekolog maslahati tavsiya qilinadi.